Baxti nimada? Sokrat aytgan ekan. Uylansang ham afsuslanasan, uylanmasang ham afsuslanasan degan ekan. Tamoymu erkakning baxti oilaviy baxt deb topiladi, umuman oilaviy baxt. Ayolda, oilada. Hozir afsuski. Qanday yashayapsiz? Yo'q, yashashda emas gap. Ayollar juda o'zgarib ketgan. Ayollar o'zgargan, kim o'zgartirdi? Internet. Ularni o'zgarishiga sababchi kim bo'lgan? Internetmi? Erkaklar emasmi? Yo'q, chunki har qanday ayolni erkak o'zgartiradi. Yo'q. Yo'q. Hozirgi ayollarni internet o'zgartirdi. Chunki u yerda juda ko'p qalbaki coachlar, psixolog bo'lib qolgan qizlar. Hozir ayollar ты должен, ты обязан, принеси, подай. Hammasi pul, mashina, uy. Lekin evaziga men erkinman.